Barcha aziz mehmonlarimizni va mana shunday go'shamizga tashrif qilayotgan yaxshilarni davramiz to'riga to'yxona quchog'iga yana bir bora chorlagan holda, demak bugungi tantanamizni boshlash onlari yaqinlashar ekan. Avvalo biz bugungi kun qahramonlari bo'lmish kelin hamda kuyovni bizga xos yor-yor sadolari ila munosib qarshi oldik. Shunday ekan azizlar, bugungi to'yimizni boshlash uchun ilk qadamlarni tashlaymiz va aynan mana shu urf-odatimizga muvofiq bugungi davramizni ochib berish uchun to'yboshlarimizni har galgidek biz taklif qilamiz. Demak, bugungi to'yimizni ochib berish uchun so'zni Davlat bog'imizga beramiz va mana shu doktor bog'imiz bugun to'yxonamizdalar. Bularni chiroyli tilak va so'zlari bilan bugungi tantanamizga to'g'ridan-to'g'ri birgalikda ijozat beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Marhamat qilib albatta rahmat deymiz va davramiz mikrofoni qarshisiga mahallamiz raisi Toshmat Begal akamiz ham keldilar. Ularni ham mana shu ochilish marosimiga taklif qildik. Chunki mana shu xonadonga yoshlarga bo'lgan albatta o'zini shaxsiy fikr va tilaklarini, so'zlarini aytib o'tadilar. Begal aka, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Mahallamizga xush kelibsizlar. Safarboy akam xonadoniga rahmat. Safarboy akam bo'lganlarga qancha xursand bo'lardilar. Rahmat deymiz sizlarga. Tashakkur. Endi keling ularga ijozat. Davramiz ochiq. Mehmonlarimizga ham endi bemalol o'zlarini sal yozib o'tirishlarini so'rab qolamiz va mana shu dasturxonlarga to'yxonamiz davrasiga yana bir bora bugungi to'yxonamiz bu sahasidagilarni ham chin ko'ngildan albatta